Assalomu alaykum. Bu videoda sizlar bilan qo'shiq aytishni o'rgataman desamda. Yo'q, bu videoda sizlar bilan qo'shiq aytishni o'rganmaymiz. Shunchaki sun'iy intellekt asosida tayyorlangan qo'shiqlarni yaratishni o'rganamiz. Buning uchun Play Marketga kiramiz albatta va bizga Suno Music degan dasturni izlaymiz. Mana bu originali. Shunaqa sariq logotipga ega Suno Ink deb yozilgan. Installda bosamiz, ya'ni ustanovka qilamiz va kutamiz ozgina. Bu dastur haqida qisqacha men sizlarga aytib bermoqchiman. Bu dastur shunaqa dastur ekanki, siz matnini yozasiz, uni sizga qo'shiq qilib kuylab beradi. Shunaqa joylari bor, o'zingizni ovozingizni yozasiz va o'sha ovozingizdan klon qilgan holda sizni ovozingiz bilan yana musiqa ham yaratib berish mumkin. Qanday zo'ri? Musiqani aytishga qiziqadigan, lekin hali musiqa ishlab chiqarmagan yoki musiqani aytmagan, bironta qo'shiqni kuylamagan odamlar bo'lsa, juda ham zo'r instrument. Demak, birinchi o'rinda akkaunt yaratib olamiz. Google orqali biz uchun qulay. O'shaning uchun sher do'stim omon bo'lsin. Mana shu akkauntga ruxsat bergan menga. Xo'sh, dalshi продолжительni bosamiz va qarabsizki, akkaunt ochildi. Endi bu joyda boshlanishida so'raladigan joylari bor. Masalan, okay deymiz. Username, okay. O'zi tanlab nima qilyapti? Allow notifications. Bu ruxsat mayli beramiz hozircha, chunki bizga xabar kelib turishi mumkin ba'zida. Endi qaranglar, mana bu joyda programmaga ro'yxatdan o'tib kirishlaring bilan mana shunaqa nima chiqadi? Как Instagramga o'xshagan narsa yoki TikTok deydimi? Lenta chiqadi. Bu yerda hamma o'zini har xil musiqalarni yaratib yuklagan bo'ladi. Bularning hammasini sun'iy intellekt yaratgan, lekin tekstlarini odamlar foydalanib qilgan. Umuman olganda, mana shunaqa turli xildagi musiqalarni yaratish imkoniyatini beradigan platforma yoki mobil ilova desak bo'ladi. Endi biz mana libraryga bossak ham bo'ladi, playlistlar qilib saqlab qo'yishingiz mumkin o'zingizga yoqqanlarini yoki bo'lmasam sirazi mana bu oynaga o'tamiz yaratish uchun. Simple, ya'ni oddiydan foydalanish degan narsa bor. Bu yerda nima qilinadi? Dubstep song about traveling. Qisqacha nimadir yozasiz. Masalan, aytaylik, bilmadim. A song about cool childhood friends who spent whole day training in a court and won national of USA. Endi misol uchun qisqa qilib yozib qo'yganman, shu bir qo'shiq yozib ber. Bu bolalikdagi do'stlarni kun uzog'ini basketbol maydonida sarflagani va ular United Statesni, ya'ni Amerikani milliy chempionlik ligasini yutganligini to'g'risida bo'lsin deyapman va create ni bosaman. Bosishdan oldin male vocal yoki female vocal bo'lishi mumkin. Ya'ni bu erkakning ayolning ovozi bo'lishi mumkin. O'sha tomondan olib qarashingiz mumkin yoki gitar. Men bularni qo'shsak bo'ladi. Masalan, men erkak kishini aytishini xohlayman. Gitar aralashsin, ozgina rap aralashsin, допустимda, takoy catchy bo'lsin и create ni bosamiz. Bo'ldi. Sizdan so'ralgan narsa mana shu. Endi bu hozir eng oddiy, oson variantini ko'rsatyapman va bu variantda sizda juda bir katta qiyinchilik yo boshqa narsa bo'lmaydi. Shunchaki oldingiz ideya keldi, nimadir haqida bo'lsa qisqacha, o'shani oldingiz yozdingiz. Buni o'zi orqa fonda sun'iy intellektdan foydalanib, ritmga moslab qo'shiq tayyorlaydi va bu qo'shiqni sizga yaratib beradi melodiyalari bilan. Endi songs ready. Unaqa qo'shiqlar tayyor bo'ldi deyapti. Sizga 4 ta variant qilib beryapti hozircha. Birdaniga oddiy variantdan 2 ta va bunaqa 5-versiyadagidan ya'ni 2 ta qilib beryapti. Lekin yuklab olishda limitlari bor. Xo'p, play ni bosamiz. Mana sizga musiqa. Sizga bossak. Mana bu o'sha ikkinchi qo'shiq, ya'ni o'sha nimani ikkinchi boshqa musiqalarga moslab turib aytib bergan. Qisqasini aytganda, buni pauzaga qo'yamiz. Men o'zim ham berilib ketdim. Juda anaqa nima deydi?
ritmni va o'sha qo'shiqni mantig'ini bir-biriga endi 100% anaqa moslashtira olmasa-da, lekin oddiy odamlarga nisbatan ancha yaxshiroq variantda bu narsani qilib bera olyapti-da. Masalan, siz bilan biz o'tirib bu narsani oddiy inson, musiqadan xabari yo'q inson sifatida o'tirsak va bu narsani qilmoqchi bo'lsak, bu narsa kamida bizdan bir 2-3 hafta, может, undan ham ko'proq vaqt olishi mumkin. Даже bu qanaqadir bir instrumentlarni tovushlarini topib, uni o'rgangunimizgacha bir oylar o'tib ketib qolishi mumkin-da. Va bunaqa imkoniyatni sizga yana shunga o'xshagan ilovalar balki bordir, men bilmayman, lekin bu narsani sizga bukvalno anaqa to'g'ridan to'g'ri oladigan bo'lsa, bir 10 minut ichida siz bilan tayyorlab tashladik shunaqa musiqani. Bu jinni emasmi? Jinni darajadagi rivojlanishda bu sun'iy intellekt. Vot, endi ko'rib turganingizdek, buni o'sha har xil variantlarni sizga tayyorlab beradi va bu narsani olib o'zingizga o'sha nima qilishingiz mumkin yoki remix tayyorlashingiz ham mumkin, kстати. Masalan, aytaylik, mana shuni stili yoqib qoldi sizga, shu yaratgan qo'shig'ingizning stili, lekin bu stil asosida boshqa bitta qo'shiq tayyorlamoqchisiz. Uni ham iloji bor, reuse styleni bosasiz va shu stilni oladi sizga, boshqa tekstni, boshqa tematikani berasiz va o'sha narsani sizga yaratib beradi. Juda ajoyib. Endi Allow Remixni bosib qo'ysangiz, boshqa odamlar boyaga lentada ko'rib qolsa, sizni musiqangizdan foydalanishi mumkin bo'ladi. Bundan buyog'iga yana nima, dislike va hokazo bular bor va eng muhimlaridan bittasi mana bu share song. Ya'ni o'zining playlistiga qo'shasiz va share song qilasiz. Bu o'sha boshqa platformalarda bo'lishingiz uchun. Aytaylik, bo'lishi mumkin, siz Spotify'ga AI artist bo'lib, AI qo'shiqchi bo'lib kirishingiz mumkin. Kстати, shu ideyani ham sinab ko'rishimiz kerak, sher. AI artist bo'lib chiqsak, qalay? Zo'rmi? AI rapper bo'lamiz-da. Demak, nima qilamiz? Downloadni bosamiz. Need commercial rights. Agar siz bu narsani qanaqadir commercial tarzda foydalanmoqchi bo'lsangiz, ya'ni bu musiqani orqasidan daromad qilishni xohlasangiz, unda siz pulni, ya'ni buni upgrade qilishingiz kerak, pullik tariflarni sotib olishingiz kerak bo'ladi. Agar siz qanaqadir ochiq manbalarda foydalanishni xohlasangiz yoki o'rganish maqsadida bo'lsa, unda o'sha bemalol tekin foydalanishingiz mumkin. Lekin men uchun nimalari juda qimmat emas, upgrade'lari hozir ko'ramiz. Juda sekin ishlayapti. Publish qilsangiz ham bo'ladi, kстати. Publishni bossak, bu уже lentaga chiqadigan bo'ladi. Уже mana lentaga chiqishni boshlaydi bundan buyog'iga. Yana bir bosamiz va men download qilyaptim. Upgrade'ni bosamiz. Chiqarib bermay qoldimi? Internetimiz sekinmi? Yopib qayta kirmasak. Suvni qanaqadir yangi modellar qo'shilgan, hokazo. Mana bu yerga o'tsak, o'sha yaratgan nimalarimiz bu yoqda turadi. Download, upgrade. Bilmadim, ishlamay qoldi. Tariflarni nimada keyin bitta screenshot bilan ko'rsatib o'ramiz. Skoriy mana shu joyda qayerdadir. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bu ilovani men sizga qanday maqtashni ham bilmayapman ochig'i. Ya'ni nima desam, siz bu narsani bir marta o'tirib sinab ko'rishingiz mumkin. Prosta sinab ko'ring. O'zingizdan artist balki chiqar, qanaqadir ichki talantlaringiz bordir. Bu talantlarni chiqara olmay yurgan bo'lishingiz mumkin. Va bu narsani sinab ko'rib siz qo'shiqchi bo'lib ketsangiz yoki bo'lmasam qanaqadir bir instrumentdan foydalanib blogger, influencer bo'lib ketsangiz, biz xursand bo'lamiz. Hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan narsam shu edi va sizlarga omad tilayman. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'ling, charchamanglar.